Shu dunyoda o'zida zo'r yashayman degan odamga 3 ta narsa kerak. Sog'liq kerak, vaqt kerak, pul kerak. Ikkinchi, hech qachon bu uchalasi bir bo'lmas ekan. Albatta bittasi yo'q bo'lar ekan. Yoshligingizda sog'ligingiz zo'r, vaqtingiz ko'p, pulingiz yo'q. 15-30 yoshlar chamasi. Yoshlikda sog'lik bor, vaqt bor, puli yo'q. Ketdik. Ikkinchi bosqich. Bu bosqichda nima bo'ladi? Sog'lik bo'ladi, pul bo'ladi, vaqt bo'lmaydi. 30 bilan bir 50 yoshda olasiz. Do'kon ochdingiz, ish yurgizdingiz, ishingiz yurishib ketdi, tovar olib kel, soat hisob-kitob qil, qolgan tovar, ostatga tovar, unmayotgan pul, xullas, vaqt yo'q. Falon pulga bir joyga uyni solib qo'ygan, bir daryoda bo'yiga yo bir qandaydir bir tog'ni yonbag'riga borib dam olgani vaqti yo'q. Otasini, onasini ziyoratiga vaqti yo'q. Sog'ligi bor, pul bor, vaqti yo'q. Endi 60 dan keyin vaqt bor, pul bor, sog'lik yo'q. Bolalar katta bo'ldi, ishni bolalarga topshirdingiz, bolalar yurgizyapti, pul bor, vaqt bor, lekin sog'lik yo'q. Shuning uchun aytdik, faqat shu dunyoni o'zida saodatli yashayman degan odamning holati kulgili bo'ladi. U dunyoda o'zida saodatli bo'lish uchun 3 narsa kerak edi. Sog'lik, vaqt, pul edi. Lekin bularning uchalasi hech qachon bir bo'lmas ekan. Ikkitasi bir bo'lar ekan, uchinchisi doim yo'q bo'lar ekan. Ammo Allohni tanisa inson bir, uni roziligini hamma narsadan ustun qo'ysa 2. Shuni yo'lida umrini sarf qilsa, inson yoshligida ham, o'rta yoshligida ham, qariganida ham o'zini saodatli his qiladi. O'lim degan narsa kelganda ham saodat yo'lidagi bitta bir nuqta bo'ladi xolos. Shunday oxirida oxiratdagi abadiy saodatga ketadi. Bunaqa maqsadda yashayotgan odamni bo'ydorlik davri ham zo'r bo'ladi. O'rta yoshi ham zo'r bo'ladi, qaragandagi holati ham zo'r bo'ladi. Umriga shunday qarab 70 yil hayotiga. Zo'r yashadim hayotimni deydi. Allohning qulchiligi bilan sarfladim, umrimni o'tkazdim. Va dunyodan chiqib ketganda hech qanaqa armon uchun o'kinch o'ti yondirmaydi.